Hozir ko'ryapsizlar, virusli sezon. Butun hamma bolachalar kasal. Maktabda, bog'chada, institutda, katta yoshi, kattasi, qari hamma kasal. Потому что virus yuribdi ko'chada. Xuddi koronavirus paytidagi. Buning uchun menda yechim sizga aynan mana shu ikkita mahsulot. Bittasi Biodron, bittasi Lactofera. Lactoferaning sostavida malozevo bor. Qizlar, malozevo bu og'iz suti bor. Mana sutdan oldin, ona tug'gandan keyin oldin keladigan ajratma. Mana shu ham moldan olinadi, обработка qilinadi va mana shu narsani ichiga solinadi. Juda ham zo'r sostav, qonni ham ko'paytiradi va immunitetni zo'r ko'taradi. Bu esa butun allergen toksinlarni yuvadi organizmdan. Bu ham sizni immunitetingiz ko'tarishga yordam beradi. Mana shu ikkita mahsulot juda ham zo'r ishlaydi. Antibiotiklarsiz, misol uchun aptekaga doriga yuguravergancha mana shuni ichib kasal bo'lmaysiz. Kasal bo'lsangiz ham больницаga yotadigan